Hammaga salom. Bugun sizlar bilan Samsung Galaxy S10 5G ni obzor, ya'ni texno tahlilini ko'rib chiqamiz. Undan oldin esa videoga bitta like va bitta podpiska bosib ketishni unutmang. O'zi bu smartfon haqida kommentariyada yozib qoldirishga kerak. S10 haqida ham video qiling degan ma'noda. S10 o'sha payt 6.1 dyuymda, S10 Plus 6.4 dyuymda chiqqan ekan va S10 5G 6.7 dyuymda chiqqan ekan. Lekin 5G qilib qo'yishgan, Plus'ini qo'yib qo'yishmagan ekan. Shunga hayron qolib ketdim. Ya'ni kattaroq displey, lekin Plus'i yo'q. Shu smartfonni bugun sizlar bilan obzorini ko'rib chiqamiz. Tashqi ko'rinishiga to'xtaladigan bo'lsak, tashqi ko'rinishi o'sha S8, S9dagi o'sha Samsungning eski stillari, ya'ni o'zini saqlab qolgan qayrilgan ekranlari bilan ajralib turadigan dizaynda bo'lib chiqqan va S20 gacha shu davom etgan. Kamerasi o'sha paytda eng zo'r kameralardan biri edi. Kamera dizayni albatta hozirda Google Pixel o'sha bosib chiqaryapti. Ya'ni o'sha S10 5G birinchi bo'lib o'sha kamera dizaynini boshlab bergan edi. Ya'ni orqasida bunaqa shaklda. Hozirda esa Google'da ko'rishingiz mumkin o'shunaqa kamera dizaynini. Faqat sal rivojlantirilgan. Qo'lida ham ikkita kamera qo'yilgan, orqasida 4 ta kamera qo'yilgan. Orqasiga nima 4 ta deyotgan bo'lsangiz, bitta o'zini обычный kamerasi, ikkinchisi optik zoom, uchinchisi ultra keng burchakli kamerasi, to'rtinchisi esa 3D, ya'ni 3D nima deyotgan bo'lsangiz, ya'ni iPhone 2020 da eslasangiz, ya'ni iPhone 12 Pro'larda lidar funksiyasi qo'shilgan edi. O'sha lidarni o'sha Samsung sizga 2019-yil taqdim qilib qo'ygan ekan. Shunaqa funksiyasi bor ekan. O'sha oldidagi kameralardan ham bittasi o'sha lidarda ishlar ekan. Ya'ni 3D foto, moto shunaqa funksiyada ishlar ekan. Displey to'xtaladigan bo'lsak, bu S10 Plus'dan sal kattaroq, ya'ni 6.4 dyuym emas, 6.7 dyuymdagi amaliy displey qo'yilgan. Bu smartfonimiz 8 GB RAM da chiqarilgan ekan. S10 Plus eslasangiz 8 GB va 12 GB sal upgrade qilingan versiyalari bor edi. Bunda esa faqat 8 GB va 256 va 512 GB doimiy xotiralarni siz bozordan bemalol topishingiz mumkin. S10 Plus'da siz microSD, ya'ni fleshga qo'yish imkoniyatiga ega edingiz. Bu S10 5G da esa sal yangilik kiritamiz deb o'sha eng flagmanski model bo'lganligi uchun microSD, ya'ni fleshkani olib tashlashgan ekan. Siz fleshga qo'ya olmaysiz. Shuning uchun ham 256 512 versiyalarida chiqarib qo'yishgan. Batareykasiga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha 4500 mAh li batareyka qo'yilgan. S10 Plus'dan ham ko'proq batareyka sig'imi. S10 Plus 4100 mAh edi va 25 vatt tezkor zaryadlashda zaryad oladi. Keyin bu smartfonimizda simsiz zaryadlash texnologiyasi bor, ya'ni siz bu simsiz zaryadlash texnologiyasini ham qabul qiladi. Simsiz zaryad beradi ham. Simsiz zaryad olganda o'zi zaryad olayotgan payt 15 vattda olar ekan. Boshqa smartfonlar zaryad berayotganda smartfon deysizmi, balobatlar Apple Watch, naushnik, AirPods deysizmi, o'shalarga 9 vattda zaryad berar ekan, o'zidan zaryad tarqatar ekan. Keyin bu smartfonimiz boya aytib o'tganimdek 2019-yil taqdim qilingan. 2019-yilda bu smartfonimiz ikkita versiyada taqdim qilingan. Ya'ni AQSh va Janubiy Koreya uchun Snapdragon 855 protsessori bilan chiqarilgan ekan va global versiyasida u Samsung o'zining protsessorlari bo'lgan Exynos 98 degan protsessori qo'yilgan ekan. O'sha paytdagi o'zi nomidan ham bilishingiz mumkin, Samsung Galaxy S10 5G, ya'ni birinchi Samsungning 5G texnologiyasida ishlaydigan smartfoni hisoblanadi. Dunyoda ham birinchi desak ham bo'ladi. Chunki iPhone'ga o'tadigan bo'lsak, 2020-yil 12 Pro, ya'ni 12 modellaridan boshlab 5G qo'llagan. 2019-yilda 11 da 5G yo'q edi. Shu tomonlama Samsung bir qadam oldinda desak ham bo'ladi. Plus'ni minus tomonlariga o'tadigan bo'lsak, Plus'ni albatta tezkor zaryadlash, misol uchun S10 Plus'da 25 vattdan sal pastroqda zaryadlanardi. Tezkor zaryadlash yo'q edi 25 vatt va katta displey 6.7 dyuymlik, S10 Plus esa 6.4 dyuym va katta batareyka 4500 mAh li batareyka. O'sha payt 2019-yilda yetib ortardi o'sha batareyka. S10 Plus'da esa 4100 mAh li batareyka qo'yilgan. Ma'lumki o'sha 5G texnologiyasi. Misol uchun qolgan smartfonlarda 5G bo'lmagan o'sha payt. 5G ham bitta pluslardan biri. Minusiga keladigan bo'lsak, albatta minusi bu batareyka. Chunki bu smartfon 2019, hozirda 6 yil bo'libdi. Ya'ni 6 yoshga to'libdi. 6 yoshda o'zi Android smartfonlari ancha charchab qolgan bo'ladi. Misol uchun iPhone smartfonlaridek 6-7 yillab ishlab bera olmaydi. Samsunglar ham ishlab bera oladi, lekin iPhone'dagidek ishlab bera olmaydi 6-7 yillab. Shuning uchun batareyka degan muammo bor-da. iPhone'da ham, Samsungda ham, hamma Android o'zi umuman smartfonlar dunyosida batareyka degan muammo bor. Ya'ni batareyka muammosi. Batareyka bu telefonning umri desak ham bo'ladi. Ya'ni yoshligi.
Siz yangi olasiz telefonni, batareykasi yangi bo'ladi, shuning uchun ham telefoningiz yosh bo'ladi. Zo'r ishlab beradi o'sha payt, ko'proq yetib beradi, kuch-quvvat bo'ladi. Va siz oradan 2-3 yil o'tgandan keyin o'zi batareyka charchaydi. Ya'ni telefoningiz qariydi, batareykasi charchab qoladi shuning uchun. Qarigandan keyin nima bo'ladi? Kuch ketadi, batareyka tez ketadi. Ko'pchilik aytadi, iPhone'da yomkis bor, Samsung'da yomkis yo'q deydi. Yomkis degani o'zi batareykani sig'imi desak ham bo'ladi, batareyka sog'ligi desak ham bo'ladi. Misol uchun tarjima qiladigan bo'lsak o'zbekchaga, shunaqa ma'nolarda keladi. Lekin yomkis hamma smartfonlarda bor. Faqat Samsung o'sha yomkisni ko'rsatmaydi. Samsung ham boshqa Android smartfonlarda ham. Misol uchun iPhone'da ko'rsatsa, qachon almashtirishingiz kerakligini o'zi aytib turadi. Misol uchun 80% tushgandan keyin almashtir deydi. O'sha yomkis tushunchasi hamma smartfonlarda bor va siz 2-3 yil tinimsiz smartfonni bosib ishlatganingizdan keyin o'sha zaryad tushadi. Ya'ni batareykani sog'ligi pasayadi. Batareyka sig'imi pasayadi. Shuning uchun yangi paytda ochganingizda ishlab bera olmaydi. Shuning uchun batareykani ham almashtirishni maslahat beraman. Minus tomoni shu batareyka. Android smartfonlarda 2-3 yildan keyin protsessori sal yaxshi ishlab bermaydi. O'sha batareyka, protsessor muammo desak ham bo'ladi. Chunki nimaga asoslanib aytyapman, o'zim S20 ishlatganman. Hozirda ham ukam ishlatib yuribdi, ukamda turibdi. Qotib ishlaydi. 120 Hz da bo'lsa ham, sal bo'lsa ham qotishlar his qilasiz. Batareykasi aytmasam ham bo'ladi. Batareykasi вообще charchab qolgan. Chunki S20 ga 5 yil bo'layotgan bo'lsa, charchab qolgan albatta. Smartfonni kim sotib olish kerak? Flagman smartfon xohlayotgan odam bo'ladigan bo'lsa, sotib olsangiz bo'ladi. Lekin bitta tomoni bor. Boya aytib o'tgandek, batareykasi chidab yurishingiz kerak. Power bank yoki batareykani almashtirib olsangiz bo'ladi. Faqat original batareyka yoki усиленный batareyka, o'sha batareykalarni original, ya'ni ishonchli servislardan almashtirishingizni maslahat beraman. Albatta bu texno tahlil edi. Videoga bitta like, bitta podpiska, kommentariyada keyingi videolarimiz nima haqida bo'lishini yozib keting. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishni unutmang.